Bugun biz azongi tonggi bozorda arzonlarni chiqamiz. Bitdagi narx-navolarni sizlar bilan birma-bir tanishtirib chiqaman. Bu bozor azongi soat 3 ta boshlanib, ertalabki 8 gacha bo'ladi. 8 dan keyin Dona bozorga aylanib ketadi. Mana bu yerda optim bozor bo'lyapti. Podraskovoy 45 beryapti ekan pachkaga. Mana bor. Bularda nechga qidirasiz? Mana bu oraliq. Xo'p. Bular 4, 5, 6, 7 yoshga doğru 13 ming kilometr beraman. Bularchi? Mana bular funta 2-3, 4 sinfga doğru 16 ming. Zamogilesh 16 ming bular. Ha. Pachkaga necha pul aka bular? 35. 90 ming so'mdan ekan bular. Vasikkalar bor ekan. Nechta kerak bo'lsa? Hammasi shunaqa narx ekan 90 ming. Pachkaga bular 120 ming ekan materiali. Turkiya yangi chiqqan xabarlar shundan. Turkiya bambuk shkeli. Pachkaga 45 ming ekan bular. 7 yosh 8 yoshgacha ekan. Pachkaga bularda 90 ming beryapti ekan. Pachkaga bular 55 ming so'm. Tog'larda ham optim bozor chetda bo'ladi. Payvzal bozoriga kirdik. Bitdagi narxlarni ham bilib chiqamiz. Bularni 45 ming so'm beribdi. Bular ham shunaqa. Qayerda mabetimi? Broshka bor. Broshka. Shu xalq. Yaxshisi-da bu. Mana ko'chaligida buni. Ha, bo'ldi. Mana o'zi aslida buni ikkovi ham bitta narsa, o'zi aslida broshka farq qiladi mana. Bular ham shunaqa ekan. 23 ming ekan bular. Mana rasetkalari bor ekan. Mana mablari 32 ming. Rasetkalari. Mabitchi aka? Pachkaga 60 ming ekan bu. Bunisi ham shunaqa ekan, 60 ming.